akalar, mo qo'shiq so'ngil oladi. Xullas Anhor Sasda 14-yanvarda papa olib, 8-marta qimmat sovg'a bergan akalar ichidagi dardi. Qachongacha? O'yveraylikmi? Go, let's go, tuya pechinni. Ketdi. Ana endi yig'la, sovg'ani eslasang, dodlab yig'lab, paypoqlaringdan charchaganman, ro'molcha berma. Xarib edim, yolg'on emas, oldin bo'lardi, bu yil emas. Kutyapsan hamon, qo'lim ham tamom, sovg'a senga armon. Yo'q men uchun, Endi paypoqlar, yo'q sen uchun, endi iPhone'lar, yo'q men uchun, endi kalendar, yo'q sen uchun, mashinalar, yo'q kutmagin, sovg'ani bor keta qol, yonimdan qani, bor keta qol. uyimdagi bakalar seni menga eslatar, har bir buzuq soatlar seni menga eslatar. 14-yanvarda arzon sovg'a berasan, 8-martda esa qimmatini kutasan. 8-mart kuni yurgin sen mendan naroq, uyatmasda 14da bergansan menga taroq. O Nargiza, sendan olganman paypoqlarni, o Dilfuza, sendan ham olganman ro'molchalarni, o bu qizlar, bunchalar ham shu sirli bo'lamasdilar. Akalar, 8-martda qimmat sovg'a bera olasizlarmi? Yirtqichlarga aldanib, ular bo'lmaylik. Bolalar, duxti bermasdan sevgan qizinglarga mana qo'shildi, bemalol jo'natoringlar. Erkak kishi bo'lmaydi. Xotin telefon qilyapti. Allo. Ayasi. Jentirani ustiga band qilib qo'yganmiz, qora. Hozir olib beraman. Men ham tilla sovg'a qilaman deb qo'ydim xotinga. Xullas, xulosa o'zingizlarda.